Bizda ish davom etmoqda. Bitta важный faktor bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman, chunki patsientkamda esinglarda bo'lsa, o'tgan haftada gisteroreziktskopiya operatsiyasini o'tkazganman, chunki ularda to'la 13, to'la 18 martdan beri qon, hayz вообще to'xtamagan menstruatsiyasi. Bu yerda UZIda giperplaziya aniqlangan va o'shanda аномальное маточное кровотечение на фоне гиперплазии endometriya deb diagnoz qo'yganman. Hozir mana gistologiyasini olib, nima uchun gistologiya juda ham важный? Chunki gistologический ответ bizni qanaqa keyinchalik taktika qilishimizni bizga yetkazib beradi. Bu podskazka beradi. Chunki hozir mana o'sha giperplaziya tasdiqlangan, что доброкачественный рост, что u yerda atipический kletka yo'qligini va adenomioz endometrioidniy anaqalarni borligini ko'rsatib bergan. Bunaqa situatsiyada taktika umuman o'zgaradi. Hozir hammasi объясняется, nima sababdan постоянный боль, nima sababdan laxta qon kelishi постоянно